talab etiladi. Bu holatda sizdagi o'sha yagonachiga borib sudlanganlikni tekshiruvchi qog'oz olasiz-ku, qayerlarda ko'rinadi degan savolingizga javob beraman. Sudlanganlik holatini tekshirish uchun qog'oz olasiz-ku, sudlanganlik olib tashlangan bo'lsa, ana o'sha yagonachiga davlat xizmatlari markaziga borganingizda mana shunday ma'lumot chiqmaydi sizda. Muqaddam sudlangan bo'lsangiz ham, siz hozir sudlanganlik holatida emasligingiz uchun ham bunday ma'lumot chiqmaydi. Ba'zi joylarda ko'ramiz, sudlanganlik holati borligi yoki boshqa narsalar tekshiriladi. Sudlanganlik holati mavjud bo'lgan xodimlar, shaxslar muayyan ishda ishlashi mumkin emas degan narsalar bo'lishi mumkin. Mana shu narsani tartibga solish yoki sizda huquq paydo bo'lishi uchun sudlanganlik holatini olib tashlash maslahatga muvofiq va shu tartibda olib tashlanadi.